痛着耳朵，你说的温柔却不如谎言。Kilogramm цепочка so'rayotganlar medasimizni yangi taqilmagandan keyin mana o'zining qog'ozlari bilan mana Rossiya magazinda qog'ozi Karat brendi mana qizlar 546 gram. Shunday chiroyli narsa. Bu rasletimizdan 585 probada gurmet. Bunimiz qizlar taqilgani hisobiga puli arzonroq, taqilmaganlarimiz jicha balandroq. O'ziga qarab, bu ham taqilgan bo'lgan bilan hamma joyi go'zal, zo'r holatda. Grammlari og'ir, qalin, mustahkam. Mana orqa, oldi hamma yo'q. Antik komplektimizdan olgan qizlar judayam chiroyli, go'zal. Yarashini ham zo'r, iladigan, tushadigan ko'zi yo'q mana. Ham qalin, zirasi ham o'ziga. Ular gurmetimizni judayam chiroyli, yangi taqilmagandan keyin 13,7 gram. Bu modeli ham boshqacha. Ular do'q emas, litoy. Qo'lga rosa chiroyli turadi. Shunaqa девочек pochtamiz ham bor qizlar. 585 proba sariq tilmada zinankali. Ularga kulon shart emas. Rosa chiroyli turadi bo'yinda nejniy bo'lib mana. Do'q emas bular qizlar, litoy. Rosa chiroyli turadi bo'yinda nejniy. Sariq pochtamiz ham bor qizlar. Kulonlari bilan kulonini u tomoni ham bir xil qizlar mana. Rosa chiroyli narsa. Esa a'lochi o'quvchilarda qo'llarini ko'ryapsizlarmi? Metimizdan ham kelgan qizlar. Gulmetimiz ham rosa chiroyli, tekis, go'zal. Ko'proq gulmetlar kalta bo'lardi. Bu 55 santimetrdan uzunidan. Mana rosa chiroyli, go'zal holatda. Mana birorta bir ezilgan, netgan joyi yo'q. Juda chiroyli, go'zal holatda. Arzon narxlarda qizlar bugungi sariq bo'yinlarimiz. Ular shapar pochkamiz ham shunaqa italyanskiy chiroyli modelidan kelgan. 65 santimetr. Mana do'q emas, litoy, juda ham go'zal, zo'r narsa. Mana do'q emas, qalin. Juda chiroyli model.